Domimiz 105-seriya. Kvartiramiz 2 xona, kvadrat metr 55 metr kvadrat. Narxi $58,000. Ozgina kami bor. Uspetib qoling, aksiyaga tushgan kvartiralarimiz. Assalomu alaykum, Bozor O'sha Realtors agensiyasining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan Ablosoy Banisa taraflaridamiz. Ablosoy Banisani ustidagi 105-seriyadan iborat bo'lgan 2 xonali kvartiramizni, ikkinchi etajda joylashgan kvartiramizni ko'rgani keldik. Ko'rsatib qo'yasiz, ushbu ko'rib turgan Akfa romlik lojiyamizni kvartirasi sotilyapti do'stlar. Adresimizni yana ham to'liq tushuntirish uchun Ablosoy Banisani o'tamiz. O'tganda arka keladi. Arkada hozirgi paytda односторонний yo'l bo'lib qolgan. Ashina kirganda mana asfalt yo'ldan kelamizda, o'sib turib, o'sha ko'zga tashlanadigan ushbu domimiz. Hozirgi holatini sizlar bilan kvartiramizning ichki qismlarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz do'stlar. Do'stlar, biz kvartiramizning ichki qismiga kirdik. Eshigimizdan kirganda o'ng tomonda 105-seriyalar bilasiz, kladovkalar bo'ladi. Sanuzyalari razdelniy do'stlar. Ya'ni отдельно bo'ladi ikkosi. Bu yerimiz hojatxonamiz bo'ldi. Birinchi bo'lib hojatxona ko'rsatdik. Hozir biz sizlar bilan kuxnyaga kiramiz. Do'stlar, bu yoqqa kirganimizda bu yerimiz kuxnya. Kuxnyamizning hozirgi holati. Shiringina kompotlarimiz qaynab turibdi. Biz sizlar bilan spalni tomon yo'l olamiz. Xo'p, bu yerimizda kirganimizda bu yerimiz spalni bo'ladi. Ko'rib turganingdek, shunaqa chiroyli shinam, aboylari ham kvartiraning o'ziga yarashib turibdi. Bundan tashqari 105-seriyalar bilasizlar, lojasi katta bo'ladi. Bu ham bitta xona desa ham bo'ladi. Hozirgi paytda juda salqin va shabada bo'lib turgan joylardan bittasi ekan. Do'stlar, kvartiramiz ne uglovaya, to есть uglovoy emas, qish kunida ham issiqlik bo'ladi. Отоплениyalarimiz hammasi sentralniy. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Spalniyadan chiqamizda o'ng tomonda bu yerimiz vannaya ko'ramiz. Remontlarimiz eski emas, yangi do'stlar. Xo'p, bu yerimiz zal. Kirganimizda shunaqa chiroyli bir aboylar bilan yasatib, mana hozirgi paytda choy chodigan qilib ishlatib turishdi ekan. Qaranglar, serenatlar qanaqa yarashib turibdi. Do'stlar, отоплениyalarimiz aytib o'tganimizdek, sentralniy, еще чугунный отопленияni ko'plar istedi va yangilarga qaraganda mashlar qish kunida yaxshi istadi buni. Ushbu domimiz haqida yana ham to'liqroq informatsiya olish uchun bizni рабочий nomerlarimizga telefon qilishlari mumkin. Рабочий nomerlarimiz 0998 01 23 00. Sizlardan har doimgidek like, kommentariy va podpiska, bizlardan esa yaxshi bo'lgan lokatsiyalardan uylar va cheklar, kvartiralar do'stlar. Sizlar bilan Uy Bozor O'sha Realtors agensiyasining komandasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.